Tak, Xoyroda bugun 12-kunimiz ekan, 14 doğrama hozir ichayotganda. Bunda argumentatsion plastika bo'lgan qovurg'a tog'ayidan foydalanganmiz. Burun formasini uzaytirish, spinkani ko'tarish uchun. Do holatlarida spinka biroz keng, burun qanotlari yon tomonga yoyilgan, burun formasi kalta bo'lgan. Ko'rishimiz mumkin, formasi uzaytirilgan. Spinka balandligi ko'tarilgan, plavniy izgib, kolumella oldiga chiqazilgan. Burun uchi kichraytirilgan, stabilniy holatda kulingchi. Kulganda ham pastga tushmaydi. Poloprofil anfas holatda konturlar hozir 12 kun bo'lishiga qaramasdan prям уже явно ko'rinib turibdi. Prям ingichkalashtirilgan, ko'tarilgan. Nat konchik sohasida ob'yom kichraytirilgan, burun uchi piramidasi simmetrik holatda shakllantirib, qanotlarni yon tomonlarini ichki burchaklarini olib ixchamlashtirganmiz. Yuzlariga mos ixcham burun formasi. Charchamanglar, hammaga rahmat.